Jahon va o'zbek shou-biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Milena Madmusayeva sevgan insoni tomonidan sovg'a qilingan guldastalar aks etgan suratini sahifasiga joyladi. Xonanda Shahlo Salayeva duetdoshi Veysel Dulger bilan 7 oydan beri birga ekanliklari hamda u bilan hayot yo'lini bog'lamoqchiligi haqida so'zlab berdi. Sportchi Diyora Keldiyor va turmush o'rtog'i hamda qizalog'i bilan Parij shahridan ko'rinish berdi. Aktrisa Durdona Qurbonova Sharm ash-Shayxdagi sayohati qanday o'tayotgani aks etgan suratlar bilan bo'lishdi. Xonanda Yulduz Turdiyeva repertuarlarida sevgi haqidagi qo'shiqlar ko'payib ketgani uchun endi boshqa mavzularda ijod qilishi haqida so'zlab berdi. Turk kinosi yulduzlari Burak O'zchivit va Fehriye Evjen do'stlari bilan vaqt o'tkazayotgan aks etgan suratlarni sahifasiga joyladi. Asal Shodiyeva dam olish kunini onasi va o'g'illari bilan mazmunli tarzda o'tkazdi. Feruza Normatova turmush o'rtog'i tomonidan hadya qilingan ulkan guldasta oldida suratga tushdi. Xonanda Afruza turmush o'rtog'i va o'g'li bilan Makka shahridan ko'rinish berdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.